Assalomu alaykum do'stlar. Juda ko'pchilik so'rardi, Tojikiston fuqarolari nimaga video qilmaysan? Chegarada ular bilan qiyin ahvol, yo chiqdi deport qiladi deyishardi. Hozir Tojikistonlik aka-ukalarimiz chegaradan kelishyapti. Hozir o'zlaridan shu mashinadan tushishi bilan so'raymiz. Qani chegarada nima gaplar bo'lyapti? Qiynayaptimi, yo'qmi? Tojikistondan deport qilyaptimi? Qilgan yo'qmi? Hammasini sizlarga ko'rsatib boramiz. Videoga like bosib, oxirigacha ko'rib, tarqatib qo'yinglar. Ekranda nomli telefon qilaversa, chegaraga chiqmoqchim sizlarga. Assalomu alaykum. Hamma Tojikistonmi? Aka chiqaraftom dedi. Alhamdulillah zo'r. Assalomu alaykum. Faqat men g'am dedim shofyor, degan hech kim. Aka shuma aka. Dushanbe aka. Chiqaraftom dedi. Xudoga shukr, naz как raftom omadi. Shofyor nazmi? Shofyor naz, platni дорога как se bor. Rah, sihat salomat bor, sihat salomat mana ovard xudoga shukr. Bu joy megufte mankum man meka. Zapravka ba, kafe ba man meka. Chiqil shu davay Grenseva. O'sha bisyo Tojiko debokadagi nes? Ne Tojiko haku mo raftagim ba qazoqo budan. Aha. Qazoqo budan bisyor, ha Tojiko ham bad omadan qafoy mo. Hay so'ram yani ya saat 2 saat so'ram guzashti. Qasaq azobam nak. Shofyor nag'izmi? Shofyor zo'r, shofyor zo'r. Salom boshayt. Assalomu alaykum. Aka, qalaysiz? Assalomu alaykum. Aka o'zbek tojik? O'zbek. Keling bu yoqqa. Qayerdan bo'lasiz aka? Bo'lsaydan. Chegarada nima gap aka? Chegarada tinch, yaxshi bo'ldi, yaxshi keldi. Shofyorlar yaxshimi? Yaxshi olib borishdimi? Yaxshi olib bordi, yaxshi olib keldilar. Nima deysiz odamlarga? Xudo barakat bersin. Platni dorogaman bordik, bilan qiyin. Qaysi vaqt jo'nab ketib, qaysi vaqt keldingizlar? Birinchida soat obeddan keyin bordik, mana hozir keldik. Birinchi kuni, to'g'rimi? Ha, birinchi. Bugun 3-chi. Ha. Rahmat aka. Qani kim bo'yna syomka olaylik? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Chiqaylik. O'zbekmi, tojikmisiz? Tojik. Tojik. Chiqaraftomda chegara. So'z, hamma so'z, tinch. 100%? Shu vaqt doroshka hamma so'za, граница, hamma документga yordam менan. Odam bisyor, но ждать меня, зато мы зарыты. Chiqil shu shofyor nag'izmi? Shofyor lishni so'nggi tennis? Ne, lishni pishni so'ngni, hamma tinchlik. Rahmat. Do'stlar, mana kimga Grensa xizmati kerak bo'lsa, ekranda nomlarga murojaat qilaverasizlar. Oldida mana o'z tojikistonlik akalarimiz ham bor. Borib kelishyapti, oldida ayollar, qasda erkaklar. 100% xudo xolisa borib kelsalar ham bo'lar edi. Videoni chegaraga chiqmoqchi bo'lgan do'stingizga tarqatib qo'ying.